Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz, hurmatli ustozlar, mana shu yerda Rayhon shifosidagi barcha ishlayotgan tabib ustozalar, shu yerda xizmat qilayotgan barcha xodimlarga chin dildan rahmat aytamiz. Allohga shukr, ancha o'zgarishlar bo'ldi. Natija yaxshi. Rahmat, hammalari tinch bo'lsin. Alloh rozi bo'lsa hammalardan. Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Mana bizning Namangan viloyatida Rayhon shifo klinikasi ochilgan ekan. Mana biz 7-kuni kelgandik. Allohga shukr, bugun mana 7-kuni bizning ko'rgan foydamiz bulardan kilogrammimizdan kamaydi hamda bizni oshqozon, jigar, o'tpaklarimizdagi toshlarimiz ancha yengillabdi. Jigarimiz 1-2 darajada keluvdi, 1-darajaga tushibdi. Bedagi shifolar, damlamalar hammasi juda yaxshi ekan. Allohga behisob shukr, bemalol kelib sizlar ham shu yerlarda davolanib shifo topib ketishinglar mumkin. Biz doktorlarga, bosh shifokorlarga, bedagi barcha xizmat qilayotgan qizlarga, hamshira hamda yordamchi hamshiralarga ko'nglimizdan chiqqancha kattakon rahmat aytamiz. Alloh ularning ishiga rivoj bersin. Kimda o'tpakda, jigarda, oshqozonda, ginekologiya tomonidan kasalliklar bo'lsa, kelib bemalol davolanishinglar mumkin ekan. Har tomonlama bu yerdagi massajlar, hop, yana buning orasida hijoma bor, zuluklar bor. Hammasi juda chiroyli, hammasi gigiyena holatiga javob beradigan holat ekan. Alloh bularning ishiga yanada rivoj bersin. Ilohim Rayhon shifo gurkirasin. Kasal ko'paymasin, lekin bular davosi kelgan kasallarni hamisha davolab, chiroylilab jo'natishlikni Alloh nasib ro'zalisin. Ishingizga rivoj.